Murojaatlarni hal etish, inson qadri va aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan bu jarayon endilikda yanada samarali bo'ladi. 13 mart davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishi davomida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimida yangi samarali mexanizm yo'lga qo'yildi. Bugungi kun tartibidagi masalani qanchadan beri juda ko'p muhokama qilyapmiz. Bu juda muhim masala. Hozirgi dunyodagi vaziyatda bizda temir intizom bo'lish kerak. Odamlarni rozi qilish bo'yicha inson qadri tamoyili asosida yashashga o'rganishimiz. Har bir vazir, har bir hokim bir oyda, bir haftada, bir yilda, 6 oyda necha marta o'zi xalq qabulxonalariga tushib qabul qiladi. Bugungi muhokamani hamma to'g'ri xulosa qilsa, juda ko'p shikoyatlari kamayadi, odamlar rozi bo'ladi. Aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, yangi bosqichda har bir murojaat ortida inson taqdiri, jamiyat rivoji va davlatga bo'lgan ishonch mujassamlashadi. Shu bois murojaatlar faqat qabul qilinadigan emas, balki tahlil etiladigan, yechim topiladigan va jamoatchilikka ochiq tarzda natijasi ko'rsatiladigan yangi tizimga aylanadi. Xalqimizni og'irini yengil qilish, ko'targan masalalarga yechim topish bo'yicha vazir va hokimlar mahallaga tushib ishlaydigan tizim yaratdik. Buning uchun qaysi rahbar qancha mablag' so'rasa, hal qilib beryapmiz. Shtat, oylik masalalarga muammosi yo'q, hamma narsani joy-joyiga qo'yib berdik. Endi faqat ishlash kerak. Bu yil mahalladagi masalalarni hal qilib, aholi turmushini yaxshilashga 56 trillion so'm ajratyapmiz. Endi vazirlar, hokimlar o'ziga savol bersin. Shuncha imkoniyat bo'la turib, aholi ko'targan masalalarga vaqtida yechim topib beryapmizmi? Bundan 9 yil oldin xalq qabulxonalari tashkil qilinganda bitta maqsad qo'yilgan edi. Davlat idoralarini xalqqa yaqinlashtirish. To'g'ri, xalq qabulxonalari vaqtida samarali ishladi, lekin bu idorani ham odamlarni bugungi talabiga mos holda o'zgartiradigan vaqt soat keldi. Har bir inson va xonadon muammosini bilib vaqtida ko'mak berishim kerak degan shior har bir tuman, shahar, viloyat hokimi, vazir, uning hududiy tashkilot rahbarlarining doim ko'z oldida bo'lishi zarur. Yig'ilishda mamlakatimiz yetakchisi murojaatlar bilan ishlashda rahbarlar, hokimlar, vazirlarning mas'uliyatini yana bir bor yodga soldi. Endilikda prezident virtual qabulxonasida yangi platforma ishga tushiriladi. Tezkorlik va shaffoflik oshiriladi. Prezident virtual qabulxonasida har bir mahalla uchun alohida kabinet ochiladi. Bunga yoshlar yetakchilari bilan mahalla raislari Quronboyev mas'ul va javobgar bo'ladi. Ular kelayotgan murojaatlar sabablarini o'rganib, kunlik hokimlarga taqdim qilib boradi. Quronboyev, Sadullayev, Shermatov 2 haftada raqamli mahalla tizimini prezident virtual qabulxonasiga to'liq integratsiya qilasizlar. Yig'ilishda aholidan eng ko'p murojaatlar yuborilayotgan sohalar va ularga mas'ul idoralar faoliyati, shu jumladan ichki ishlar, majburiy ijro, sog'liqni saqlash, bandlik, ijtimoiy himoya, energetika, infratuzilma va boshqa masalalar ham muhokama qilindi. Aholi murojaatlari bilan ishlashda xalq qabulxonalari faqatgina ariza qabul qiluvchi organ emas, balki hududdagi muammolarni diagnostika qiladigan markaz bo'ladi. Qarshi shahar bo'yicha tushuntirib beraman. Qarshi shahridagi 60 ta mahallada 300 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. O'tgan yili xalq qabulxonasiga Qarshi shahri aholisidan kelib tushgan 11 mingta murojaatni har birini tahlil qildirdim. Agar Qarshi shahar hokimi Normo'min Xolboyev o'zi shug'ullanib, o'rinbosarlari, shahar tashkilotlari va banklar mahalla yetiligi oldiga aniq vazifa qo'yib bersa, 80% masalani joyida hal qilsa bo'ladi. Misol uchun, Qarshi shahridagi 255 nafar odam aliment to'lashdan bo'yin tovlab yuribdi. Ularning 193 nafari kasb hunari bor bo'lgani bilan ishsiz. Yana 62 nafari daromadni kamaytirib ko'rsatyapti. Bunda hokimning birinchi o'rinbosari, 3 ta shahar banki va hokim yordamchilari bilan shularni 50 nafarni tadbirkorlikka jalb qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qarshi shahridagi tadbirkorlik loyihalari uchun bu yilda o'zida 1 trillion 700 milliard so'm ajratilyapti. Bundan tashqari bandlik bo'lim boshlig'i va shahar MIB boshlig'i hududdagi sanoat va servis korxonalaridagi vakant o'rinlarga 93 nafar ishsizni joylashtirish imkoni bormi? Albatta bor. Xorijda ishlash istagi bo'lgan 50 nafar aliment to'lovchi bilan 3 tomonlama shartnoma er-xotin MIB va bandlik o'rtasida tuzdirib, til va kasbga o'rgatib, chetga yuqori daromadli ishlarga yuborish uchun nima yetishmaydigan savolga javob yo'q.
Shahar soliq inspeksiyasi rahbari departament bilan 62 nafar odamning faoliyatini soyadan chiqarish uchun mas'uliyat olib harakat qilsa, barchasini uddasidan chiqsa bo'ladi, odamlar rozi bo'ladi. Shunda aliment to'lovchilar qaramog'idagi bo'lgan 700 ga yaqin bolaning moddiy ta'minoti o'zgaradi. Hududlar va 208 ta tuman shahar hokimlariga Qarshi shahri misolida ko'rsatilgan tizimni samarali yo'lga qo'yib odamlarning og'irini yengil qilish vazifasi qo'yildi. Qarshi shahar hokimi Xolboyev har bir ariza va shikoyatni tahlil qilib, egasiga taqsimlab, birinchi yarim yillikda murojaatlar bilan ishlash bo'yicha namuna qiladi. Umuman viloyat va 208 ta tuman shahar hokimlari Qarshi shahar misolida aytilgan ishni tizimli, samarali tashkil qilib, aholining og'irini yengil qilish bo'yicha o'ziga majburiyat oladi. Davlatimiz rahbari yig'ilish davomida odamlar roziligini ta'minlash birinchi navbatdagi vazifa bo'lishi kerakligini yana bir bor qayd etdi. Bu borada qanday sharoit va imkoniyat kerak bo'lsa, barchasini yaratamiz dedi mamlakatimiz yetakchisi. Bir narsani esdan chiqarmanglar. Imzolayotgan har bir qaror va topshiriqni ortidan xalqimizni umidi, niyati, istagi, ertangi kunga ishonchi turibdi. Video selektor yig'ilishi davomida belgilangan yangi tizim bo'yicha mas'ul idoralar qanday yangi vazifalarni o'z oldiga qo'ydi. Ya'ni prezidentimizni iboralar bilan aytganda har bir murojaatning orqasida inson taqdiri bor. Bunga davlat organining eng asosiy vazifasi xalqimizni rozi qilish. Shu nuqtai nazardan yangicha tartibda har bir nafaqat murojaatni o'zini yechish, balki uni kelib chiqish sabablari bilan ham shug'ullanishga alohida topshiriq berildi. Shuningdek, qonunchilikka ham murojaatlarni ko'rib chiqish tartibini buzganligi uchun javobgarlikni kuchaytirish, shuningdek umuman murojaatlar bilan ishlash tizimiga oid qonunchilikni butunlay qayta ko'rib chiqish bo'yicha topshiriq berildi. Bir oy muddat qonun loyihasini ishlab, tegishli vazirliklarga kelishga chiqaramiz. Shu bilan birgalikda adliya sohasida, huquq sohasiga oid masalalarda ham tizimli ishlarni amalga oshirish bo'yicha tegishli topshiriqlarni oldik. Qarshi shahri misolida ijobiy tajriba qilish, bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining 208 tuman shaharlarida shu tajribani amalga oshirish topshirig'i berildi. Bundan kelib chiqib, hozir biz har bitta tuman shaharda fuqaro murojaatlarni ishlash ahvoli, vazirlik, idoralar kesimida va vazirlik va idoralarning quyi og'onasigacha bo'lgan, tuman kesimigacha bo'lgan bosqichda o'rganib chiqamiz va kelgusida har bir murojaatlarni ijobiy hal qilinishi, fuqarolarni davlat organlarining ishonchiga sazovor bo'lish maqsadida harakat qilamiz. Kasbiy ta'lim sohasida tizimni yanada samarali ishlashi uchun raqamlashtirmoqdamiz. Bugungi kunda barcha sohalar kabi kasbiy ta'limda ham eng ko'p qiyinchiliklar aynan raqamlashtirilmasligidan sodir bo'ladi. Diplomlarni nusxasini berish, yo'qolgan hujjatlarni qayta tiklash masalasi, o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha bugungi kunda tushadigan savollarimiz ko'p. Hurmatli prezidentimizning topshiriqlari bo'yicha har bitta sohani raqamlashtirish hisobiga inson omilisiz murojaatlarni tezroq va sifatliroq ko'rib chiqish bo'yicha ham topshiriqlarni olyapmiz. Xo'sh, endilikda qurilish sohasida aholi murojaatlariga qanday yangi yondashuv bo'ladi? Hozirgi kunda aholini eng dolzarb masalasi bu uy-joy bilan ta'minlash va xizmat ko'rsatish, kommunal xizmatlar. Oldin bu narsalar qog'ozda bo'lardi. Ko'p murojaatlarni soni ko'payib, yechimi bo'lmasdi. Hozir yildan yilga yechim tezlashib, hozir murojaatlarning soni ham qisqarib boryapti. Murojaat tushgani bilan uni yechimi tezlashib boryapti. Prezidentimiz ham qattiq talab qilib, asosiy birinchi navbatda aholini roziligi deyaptilar. Shuning uchun aholi murojaati bilan samarali ishlash yo'llarini tashkil qilish bo'yicha ish olib boryapmiz. Aholi murojaatlari bilan ishlash, bu tizim o'z mohiyatiga ko'ra xalqparvar siyosatning amaldagi ifodasi bo'ladi.